Aqlsiz katyollar uchun aqlli garelkalar. Qadrdonlar, xolasangiz bu yerda katyolda ham kompleks sotib olishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, 100 kvadratdan boshlanib, bu yoqqa o'sha 1000 kvadrat, 2000 kvadratgacha shunaqangi aqlli ekonom katyollarda akalarimiz yasashib berishaveradi ekan. Mana masalan, mana shu aqlli katyolimiz qadrdonlar, ko'mirni bitta solib qo'yasiz, rasxodi havoni issiq sovuqligiga qarab turib, uyda utuq litiliga qarab turib 25 kilodan 50 kilogacha rasxod qiladi bir sutkasiga. Xo'sh, bu unimizni narxga keladigan bo'lsak, narx qancha edi usta aka? Bu 8 million. 8 million so'm, 150 kvadrat joyda istadi, garantiyasi bor. Mana yonishini bitta ko'rsatib qo'ying. Oh, bag'i yonyapti, bag'i esa baloqa buloq deb qaynayapti. Bu katyollarda masalan sizga 200, 300, 500 ming kvadratli kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizda katyol bor, lekin aqlsiz bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari garelkalarni yasashib berishadi. Garelkalarning kompleksiga nima kiradi? Qadrdonlar, mana shu yerdan shuni bo'lib tashlasak, shu tomoni garelkani kompleksiga kiradi. Ya'ni bitta ulitka motori, reduktori, bunkeri, miyasi qo'shib beriladi. Narxi eng kichkinasi 150 kvadrat joyda istaydigani narxi 4 million so'm. Shunday bo'lsa aka? Albatta. 4 million so'm. U yog'i o'sha zakazingizga qarab akalarimiz chiroyli qilib yasashib berishaveradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Shunaqangi baloqa buloq deb qaynaydigan katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa. Tamom.